Assalomu alaykum. Uchinchi darsimiz hayotiy shakl. Hayotiy shakl deb o'simliklarni hayotga turli xil shaklda moslanishiga aytiladi. Hayotiy shakllar 6 xil bo'ladi. Ular daraxt, buta, yarim buta, ko'p yillik, 2 yillik hamda 1 yillik o'tlar. Xo'p, birinchisi daraxt. Daraxt baquvvat tanaga ega, baquvvat ildizli va keng shox-shabbali o'simlikdir. Daraxtlar shox-shabbasini turli xilligiga qarab ham guruhlarga bo'linadi. Ular shox-shabbasi yoyiq. Shox-shabbasi yoyiq o'simliklarga 4 ta misol keltirilgan. Ular olma, o'rik, yong'oq, shaftoli. Xo'p, ikkinchisi shox-shabbasi g'uj va tik. Ikkita o'simlik turi berilgan. Ular qayrag'och va terak. Uchinchisi shox-shabbasi sharsimon. Bu o'simlik turiga ham ikkita turi berilgan kitobda. Ular shamshod va sadaqayrag'och. Xo'p, daraxtni qancha yil uzoq muddat yashashligiga qarab turib ham ularni turli xillarga bo'lib chiqqan. Misol uchun bunga 5 ta o'simlik misol qilib keltirilgan. Qancha yashashiga qarab. Birinchisi baobab daraxti berilgan. Baobab daraxti 4000-5000 yil umr ko'radi. Ikkinchisi archa va sarf 1000 yil umr ko'radi. Uchinchisi soxtakashtan. Soxtakashtan 2000 yil umr ko'radi. Xo'p, to'rtinchisi chinor 800 yil. Va oxirgisi o'zimizni yong'oq hamda o'rik. Yetmish yildan 100 yilgacha umr ko'radi. Xo'p, daraxtlarni yana turli xil muhitda o'sishiga qarab ham turli xil shaklda bo'ladi. Misol uchun janubiy tarafda o'sadigan o'simliklardan sharq tarafda o'sadigan o'simliklarni shox-shabbasi bilan bir-biridan farq qilishadi. Xo'p, misol uchun tog'ning tepa qismida o'sadigan archalarning bo'yi yarim metrdan 1 metrgacha o'sadi xolos. Bunga sabab bu yerda doimiy kuchli shamol esganligi. Xo'p, ikkinchi hayotiy shakl bu buta. Butani ta'rifi tanasi yog'ochlashgan. Bo'yi, poyasining bo'yi 2-3 metrdan oshmaydigan hamda ildizlaridagi qo'shimcha kurtaklaridan yangi novdalar hosil bo'ladigan o'simliklarga buta deyiladi. Buta oldingi kitoblarda butaga kiradigan o'simliklarni 2 xil guruhga bo'lib bergan. Tog' yonbag'rida o'sadigan hamda madaniy o'simliklarga. Biz ham har ehtimolga qarshi shuni bo'lib o'rganib ketamiz. Birinchisi tog' yonbag'rida tog' yonbag'rida o'sadigan turlariga 6 ta tur berilgan. Ular irg'ay, bodomcha, singirtak, namatak, zirk, uchqat. Ikkinchisi madaniy. Butaning madaniy turlariga 5 ta o'simlik turi berilgan. Ular limon, anor, ligistron, nastarin hamda qoraqat. Xo'p, buta shu bilan tugaydi. Ikkinchi hayotiy shakl bu yarim buta. Yarim butani ta'rifi
tanasining pastki qismi, ya'ni poyasining tanasining pastki qismi yog'ochlashgan, tepa yashil qismini qishda sovuq urib ketadigan o'simliklarga aytiladi. Yarim butalarga 6 ta misol keltirilgan kitobda. Ular izen, keyruk, teresken, sarsazan, 5-si shuvoq, 6-si ittiskak. Xo'p. 3-chi hayotiy shakl. 3-chi hayotiy shakl ko'p yillik o'tlar. Ko'p yillik o'tlar yer ustki qismini qishda sovuq urib ketib, o'sish kurtaklari yer ostida qishlab, keyingi yil bahordan yana o'sishda davom etadigan o'simliklar ko'p yillik o'simliklar deyiladi. Ko'p yillik o'simliklarga 17 ta misol keltirilgan. Ko'p yillik. Ularning birinchisi beda, ikkinchisi shirinmiya, 3 ajriq, 4-si qoqo't, 5 g'ummay, 6 sachratqi, 7 kiyko't, 8 qulpunay, 9 sallagul, 10 gulsafsar, 11 qamish, 12 piskan piyozi, 13 lola, 14 iloq, 15 andiz, 16 yalpiz va 17-si kovrak. Xo'p, keyingi hayotiy shakl bu 2 yillik o'tlar. 2 yillik va bu 5-si, bu 4-si, bu 3-si. 2 yillik. 2 yillik o'tlarning tarifi birinchi yili yer ustida vegetativ organlarini, ya'ni barglarini, poyasini hosil qilib, o'sha barglarida, poyasida, ildizida ozuq moddalarni to'plab, ikkinchi yili gullab, urug' qiladigan o'simliklarga aytiladi. Xo'p, bu o'simliklarga ham 6 ta tur berilgan, 6 ta misol keltirilgan. Birinchisi lavlagi, 2 sholg'om, 3 sabzi, 4 sigir quyruq, 5 jag'jag, 6-si karam. Xo'p, endi 1 yillik o'tlar. 1 yillik o'tlar o'sha 1 yil davomida urug'idan unib o'sib chiqib, gullab, urug'ini to'kib, o'zini hayotiy faoliyatini to'xtatadi. 1 yillik o'simliklarga 23 ta misol keltirilgan. Bu ozgina qiyinroq, yodlab qolish ham qiyinroq. Iloji bo'lsa 3 tadan qilib yodlasa osonroq bo'ladi. Men o'zim shunaqa qilib yodlaganman. Misol uchun birinchi raqamga qo'yganman arpa, pomidor, no'xat. Xo'p, 3 ta bo'ldi. 2ga qovun, tarvuz, yeryong'oq, 3 zig'ir, mosh, kungaboqar, 4. Xo'p, suv qalampir, rayhon, sholi, 5 zubturum,
momaqaltiroq, qo'ypechak, yo'q, qo'y tikan, olti kanakunjut, makkajo'xori, kanob, 7 oqsho'ra, machin, qora it uzum. Xo'p, 7 kira 3 21, yana ikkita o'simlik qolyapti 23 ta bo'lish uchun. Ularga baliq ko'z va g'o'za. Xo'p, 23 ta 1 yillik o'simliklarga. Xo'p, yana hayotiy shakl mavzusida berilgan qo'shimcha ma'lumotlardan shu 1 yillik o'simlikka doir bo'yi 5 santimetrdan 20 santimetrgacha o'sadigan o'simliklar. Bularga momaqaltiroq hamda qo'ypechak, qo'y tikan o'simligini misol berib ketgan. Momaqaltiroq va qo'y tikan. Xo'p, bo'yi 1 metr va undan ham oshadigan o'simliklar. 1 metr. Bunga kanakunjut, makkajo'xori, kanobni bergan. Bo'yi 5 santimetrdan 20 santimetrga o'sadigan o'simliklar ikkita, 1 metrga 3 ta o'simlik turini bergan. Ular kanakunjut, makkajo'xori, kanob. Hayotiy shakl mavzusidagi ma'lumotlar shulardan iborat.